alaykum. Yaxshilab e'tibor bering, mantiqiy savol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Issiqlar bilan qiynalmasdan. Yo'q, yaxshi, rahmat. Ijodingiz. Rahmat bo'lyapti sekin. Qarang, hozir kichkina o'yincha o'ynaymiz. Xo'p, Bitta savol beraman, agar javob bera olsangiz, Xo'p. to'g'ri javob berasiz. Men bitta siz. bo'ldi. Qarang. Elektropoyezd shimolga qarab ketyapti, shamol janubga qarab esyapti. Savol shundan iboratki, Xo'p. poyezddan chiqqan tutun qayoqqa qarab esadi? Tak, hozir to'xtang. Yana bir marta. Elektropoyezd. Elektropoyezd Aha. shimolga qarab ketyapti. Shimol bu rus tilida nima bo'ladi? Severda, aha, xo'p. Shamol janubga qarab esyapti. Xo'p. Savol shundan iboratki, poyezddan chiqqan tutun qayoqqa qarab ketadi? Siz e'tibor berishingiz kerak. Elektropoyezd shimolga qarab ketyapti. Shimolga. Tushunmadim baribir. Yana bir marta takror. O'zbek tili bilan o'zi qiyin. Elektropoyezd Ha, xo'p. shimolga qarab ketyapti. Shamol janubga qarab esyapti. Savol shundan iboratki, tutun qayoqqa qarab esadi? Oh my god! Wow! Elektropoyezd. Men sizga rahmat kattaga. Rahmat bolalar, omad ishlaringizga. Rahmat. Xudo bo'linglar. Rahmat.